Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz 5-3 daqiqasida 4-qavatda joylashgan 2 xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Arenterga keladigan bo'lsak, 5-3 metan shundoqqina ro'paras. Qanunda birgalikda kirib ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldingiz. Ko'rib turganingizdek, prixoshkalari yaxshi, chiroyli holatda remontlar qilib qo'yilgan. Shundoq glavniy eshikdan kirganimizda o'ng qo'limizda bitta xonamiz chiroyli holatda, mana ko'rib turganingizdek. Bundan chiqib ikkinchi xonaga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz zal qismi, zalimiz ham kattagina, yaxshi, chiroyli holatda remontlarni qilib qo'yilgan. Bu yoqda ko'rib turgan hamma mebel texnikalaringiz qoladi. Bundan chiqqanimizda bu yoqda tualet vanna qismimiz, tualet vannamiz alohida joylashtirilgan. Bu yoqda mana oshxona qismimiz chiroyli holatda. Bu yoqqa o'zingiz xohlagandek mebellarni olib kelib qo'yib olsangiz bo'ladi. Undan o'tganimizda balkon qismimiz. Mana azizlarim, balkon qismimiz. Balkonimiz ham kattagina, yaxshi, chiroyli holatda. Balkonimiz oltiga 1,5. Bu yoqda yaxshi akfa oynalarni o'rnatib qo'yilgan. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib chiqdik. Ko'rib turganingizdek chiroyli holatda. Bu yoqda bu xonadonimizda garodskiy otoplenalari yaxshi ishlaydi. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Maktab, bog'cha, magazin shundoqqina yonginasida joylashgan. Bu uyning narxini pastda raqam qoldiramiz. Uyni egalari bilan bemalol aloqaga chiqib kelishib olsalaringiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lishni unutmang va 5-3 daqiqasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.